Ay, ertalab bo'lib ketibdi-ku. Voy, boshim yomon og'riyapti. Va nima bo'ldi? Shamolladim-mikan-a? Yo'q, qayerdan shamollayman? Sovuq suv ichmagan bo'lsam, sovuq suv ichsa faqat shamollaydimi? Bilmadim, xullas hech nima qilganim yo'q-ku. Quyosh hali chiqmabdi. Nima uncha ertalabdan turib oldim, shunaqa ham ertalab turamanmi? Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va sizlar yangi kanalimdagi yangi videoda albatta kanalga tez obuna bo'linglar, chunki bu men uchun juda ham muhim. Men esa har doimgidek, voy, telefonga qanaqadir SMS keldi. Tak ochib ko'ramiz. Mer chaqirdi yoniga. Tak mer yoniga borib kelishim kerak, lekin nimaga chaqirganini esa bilmayman, chunki aniq nimaga chaqirganini yozmagan. Yaxshisi hozir birinchi mer yoniga borishdan oldin fermadagi ishlarni qilib olish kerak, chunki har doim qiladigan ishim shu. Hozir boraman, fermadagi ishni qilmasdan borsam janob mer yoniga qani soliq deydi. Soliq topshirishim kerak. Misol sizlarga yoqmasligi mumkin obunachilar. Jo'xa polsda ishlama deb ko'pchilik yozgan. Ilojim yo'q, polsda ishlamasam bo'lmaydi. Qishloqda bitta cho'tki biznes boshlayapman. U faqat asosiy kanalimdagi videoda chiqadi. O'sha biznesni boshlaganimdan keyin bunaqa polsda ishlab o'tirmayman lekin. Xullas o'shanda ko'rasizlar qanaqa biznesligini va nima ishlar qilishimni. Faqat asosiy kanalimni kuzatib borish kerak. Bu uchun albatta asosiy kanalimni YouTube ga kirib Jo'xa 75 deb yozsanglar chiqadi. Nima uchun 75 ligini esa oldin aytib o'tib ketganman. Bilmaganlar uchun 75 bu Surxondaryoni bildiradi. Ya'ni men Surxondaryodanman, bilasizlar bilmaysizlar bilmayman. Tak hozir esa tez polslardagi xolislarni gap qaranglar. Xolislarni yig'ishtiramiz, xolislar ishtirokida xolislarni yig'ishtiryapmiz. Tak shunaqa xullas ko'p gap eshakka yuk deganlardek, men ot olaman yaqinda. Otga ko'proq yuk ketadi, shunda ko'p gapirsam bo'ladi. Yo, otdan ham zo'rroq birorta hayvon bormi? Mana shunaqa yuk ko'taradi. Tuya bor menimcha. Tuya olsammikan yoki bitta kamaz olsam, kamazga ko'p narsa ketadi, bilasizlarmi? Kamazga ko'p gapirsam ham bemalol ketaveradi. Tak, xo'sh, yopamiz, bo'ldi. Hammasi yaxshi. Ana endi bularni joylashtiraman-da, merni yoniga boraman. Nima ish buyurarkan, juda ham qiziqib ketyapman. To'xta, bu yerga polslarni emas, mana bu yerga qo'yish kerak polslarni. Tak, yaxshi, juda ham ajoyib. Ana endi davaydi mer yoniga let's go deymiz. Mer doimgidek uyda bo'lsa kerak, yo uyda yo ishxonasida. Birinchi uyiga boraylik, chunki yaqinda uylanganda, mojit uyda xotinining oldida o'tirgan bo'lishi ham mumkin. Xotindan so'raymiz. Ana xotin o'tiribdi, ko'ryapsizlarmi? Makima degan. Assalomu alaykum, yanga deymi, kelinoy deymi? Va alaykum assalom. Janob mer qayerda? Ishxonasida. Mayli, rahmat. Barzimaydi. Bo'pti. Wow, ko'ryapsizlarmi, chiroyli yangam bor mening. Janob mer uylangan, to'yini ko'rganlar bormi yo ko'rmadinglarmi? Ko'rmagan bo'lsanglar asosiy kanalga o'tib ko'rishinglar mumkin. Tak, ana endi janob mer yoniga asta kiramiz. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum Jo'xa, nima gap? Короче, tak meni chaqirtirgan ekansiz, SMS yozgandingiz hozir. Ha, SMS yozishni o'rgandim, o'shaga SMS yozgandim senga. Ha, yaxshi, nima gap? Короче, bitta qishloqda bashniya qurish kerak. Bashniya? Ha, bashniya. Qanaqa bashniya? Endi qishloqda har xil holatlar bo'lishi mumkin. O'sha bashniyaning ustiga chiqib atrof muhitni kuzatish mumkin bo'ladi. Yoki короче, tansoqchilik qilish mumkin. Yo'q, tansoqchilik qilmayman. Nima menga hamisha buyuraverasiz o'zingizcha? Iloji yo'q, qilmasang haydalasan. Haydasangiz haydavering, ikkita qishloq bor, o'shalar ko'chib ketsam bo'ladi 10 bilan 97 ga. Hazillashib haydamayman. Xullas shuni qurish kerak. Bo'ldi, quraman. Faqat daraxt qara, o'rmonni ichkariroq tomondan olib kel. Atrof muhitdagi daraxtlarga tegma. Mayli, unda ketdim, ish boshlayman. Faqat daraxtdan quraman shekilli. Daraxt olib kel deydi-ku. Daraxtdan qurmasak, toshni tepagacha chiqib chiqish qiyin ancha. Mana undan men o'ylashim bo'yicha 2-3 barobar yuqori bo'lgani yaxshi, chunki agar bundan past bo'ladigan bo'lsa, tepani ko'rib bo'lmay qoladi, tepani atrofni. Xo'sh, tepani ko'rganda nima foyda? Osmonni o'zim shunchaki ham ko'rib qo'yaveraman-ku. Topor, kirka, mana bu kerak emas. Kerak emas ekan, olib ketayam, belkurakni ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Tak, asosiy inventarga olamiz hammasini. Tak, ana endi ketdim. Belkurak bilan albatta yer qaziladi. Yer lekin tushundim, bo'ldi. Yerni bitta qazib turib ichkariroqqa joylashtirsak baquvvat bo'ladi. O'shanaqa qilishni o'ylab ko'rmagan ekanman. Bu yerda nega daraxtlar bor? Bunaqa daraxtdan qurmayman. Ya'ni qora tanli daraxtlar. Bularni junglida o'sadigan daraxtlar deyiladi. O'zi aslida mana bu yerdagi daraxtlarni olmayman, chunki men yerda o'zi aytdi, yaqin atrofdagi daraxtlarga tegma Jo'xa, tegadigan bo'lsang juda ham yomon bo'ladi dedi. O'shanga tegib o'tirmayman bularga.
Tak, ana endi qayerdan daraxt olsak bo'ladi? Mana shu atrofda yaxshi daraxtlar bor ekan, lekin baribir sal uzoqroqqa borishimiz kerak. Xo'p, mana oq daraxtni olib ketaymikan? Bizga sariq da. What the? Qonmi? Yo ketchupmi? Qon menimcha. Bu qanaqa narvon bo'ldi? Bu qanaqa joy? Tushunmadim. Kimdir podval qurib bu yerga ketchup to'kib ketganmi? Ha, bo'ldi, bildim. Shunday bu yerda podvali bor. Podvalida kompotlari, ketchuplarni saqlaydi, keyin ichga tushganda qaytib chiqish to'kilib ketgan. Keyin yo'qolgan o'zi. Bilmadim. Tushib ko'raylikchi, qanaqa joy ekan bu yerda. Oldin bunaqa joyni ko'rmagandim-ku. Voy, nima tushib bo'lmayapti. Tak, bu yerda qanaqadir tayoqmi, nima turibdi? O'tda, bilmadim. Hamma joyda fakirlar, buxonalar bormi, nima buni? Qo'rqib ketdim. Yaramas suyak. Suyak bor ekan bu yerda. O'ti ham bo'lmas ekan yoniga. Yaramas, basharangga yo'q. Buni chekkaroq qo'yib qo'ysang bo'lmasmikan-a? To'xtaylik, mana bu chekkaroq qo'yib qo'yay. Nima bunaqa g'alati joyga suyak qo'yib ketgan? Shunaqa ham tentak bo'ladimi egasi? Qanday o'taman bu yerdan endi? O'tib ham bo'lmay qoldimi, qaranglar. Obbo, yaramas. Voy, chiqmay ham qoldim bor. Bu yerdan qanday chiqaman endi? Chiqil, nimaga chiqilmayapman? Chiqdim mana, bo'ldi menimcha. Voy, bo'ldi, mana endi amallab chiqdim. Bu yerni qaytarib yopib qo'yamiz. Egasi ko'rsa meni gapirishi mumkin menga. Bu yerda ham suyak. Bu qo'yniga olganmi kallasini? Voy, tushunmadim, qanaqa joy? Mana bu ham suyakmi shunda? Oyoqmi bu? Voy, yonboshlab o'lib qopti bechora. Bu yerdan o'tib ketaylik, ustidan bosmaylik, bechora o'lgan o'lik ustiga yana oyog'imizni qo'ymaylik, g'alati bo'ladi. Tak, bu yerda ham suyak, qo'l uzilib ketgan ekan. Voy, yomon qo'rqinchli-ku. G'alati qo'rqib ketyapman. Bu yerda hech narsa yo'q-ku. Qani? Labirintmi? What the? Labirint bor ekan. Qanaqadir sandiq? Qanday sandiq ekan? Tak, ochib-ku. Oho, shuncha pulmi? Mana bu nima edi? Pendant. Nima edi bu? Uxti, uzuk, mana bunaqa taqinchoq. Oho, shuncha narsa. Sekingina bildirmasdan chizamiz. Chunki endi bu kimnikiligini bilmadim, endi bo'ldi meniki. Tak, yaxshi. Bratan, to'g'ri yotibsiz. O'yin tomonga yonboshlash kerak. To'g'ri yotibsiz, malades. Gap yo'q. Tak, bu yerdagi bo'ldi. Endi bildirmay chiqib surib yuborsam, hammasi normal bo'ladi. Tak. Yo. O'tda nima edi bu? Nima edi? O'tda. Ye, kelyapti. To'xta, men yashinib turaydi. Qani. Kelyaptimi? Voy. Kim edi? Voy, keldi. Voy, mana shu yerda yashinib turaydi. Kim edi bu? O'tda. O'tib ketdi. Ashba chiqib chizib yuborish kerak. Chiq borib qurolimni olib kelay. Hozir yaramas. Ko'zi qonga to'lgan. Voy, hozir qurolimni olib kelay, yo'q qilaman. Qanaqa g'alati mavjudot bu? Jitelga o'xshar ekan. Ko'zi qonga to'lgan, ko'rdinglarmi? Juda ham qo'rqinchli ekan-a? Hozir o'ldiraman. Nimaga o'ldiraman bilasizlarmi? Qishloqlarga zarar yetkazishi mumkin. Menimcha, u qanaqadir yomon qishloq bo'lsa kerak. Tak, hozir qurolimni olib kelay, tezroq yugurish kerak. Qochib ketishi mumkin axir. Agar qochib ketadigan bo'lsa, uni o'ldira olmay qolishi mumkin. Xo'sh, asta tez ochil, eshik yaramas. Tak, qurolimni olay, ichkardim, tez olamiz. Ketdim, tez yopil. Tak, sanam yopil, ketdik, bo'ldi. Hozir qurolni yoshirib o'tkazayda, jitelar ko'rib qolib, yana shubhalanib yurmasin, kimda o'tishga ketyapti. Balki ovchilik qilishga ketayotgandir deb o'ylaydi. Ovchilik qilishi mumkin emas bizning qishlog'imizda. O'shaning uchun juda ham ehtiyot bo'lib ketyapman. Tak, qayerga ketdi ekan? Ichkari kirib ketdi, hozir izidan kirib boraman da o'ldiraman. Qanaqa narsa edi bu? Kim edi bu? Qishloqda bunaqa jitel oldin ko'rmagandim. Obbo, yaramas. Yomon qo'rqitdi, lekin bor, yuragim chappa bo'lib ketdi. Qayerda edi? Mana bu yerda emas. Bu yerga kirish kerak. Tak, aniq ichkaridan qurol tayyorlaymiz. Tak, bu yerda yo'q, bu yerga o'zim kirib yashiringandim. Ko'rdinglarmi? Men bu yerda yashinib turgandim, o'tib ketdi ko'rmasdan. Tentak ekan. Tak, yo'q bu yerda. Tak, asta bu yerda ham yo'q. Tushunmadim. To'xtaylarchi. Bu yerda ham yo'q. Balki pullarni qarashga borgandir-a? Yo'q bu yerda ham. What the? Qayerga ketdi ekan? Qayerga ketdi? Qaytib chiqib ketdimikan? Bilmadim, ko'rinmayapti-ku. To'xtaylar, qayerga ketdi ekan bu yaram? O'tdi, tepada ekan. To'xtaylar, hozir yana tushib keladi. Yana men eski joyimga turaman. Yo'q, shu kelgandan sirasiz otib o'ldiraman. Tak.
Tak. Ko'rinmayapti-ku. Tak. Tushsang tez. Tak. Voy, yaramas. O'ldirdim. Yomon qo'rqib ketdim to'g'risi bori. Rostdan yomon qo'rqib ketdim. Xo'sh, buni bu yerni yaxshi yopib tashlash kerak, chunki jetelar qo'rqib ketsa dabdala. Keyin hammasiga men aybdor bo'lib qolishim mumkin. Yaxshi, bu ikkalasini shunday pastga tashlab yuboraman. Belkurakni yaxshi ham olib kelgan ekanman. Mana shu narsa uchun kerak bo'lar ekan belkuragim. Tak, ustini yopib qo'yamiz. Mana hech kim ko'rmaydi. Qonlar yo'qotib bo'lmaydi, yopishib qolgan shekilli. Yomon qo'rqdim. Yaxshi, endi daraxt olib ketishga kelgandim o'zi aslida. Daraxtlarni olib ketishim kerak. Qo'limdagi mana bloklarni hozir menga umuman kerak yo'q to'g'risi. Daraxtlarni olib tezroq uyga qaytib ketishim kerak. Menimcha boshqa qolmadi. Agar bo'ladigan bo'lsa, juda ham qo'rqib ketyapman. Yo'q, qo'rqmaslik kerak. Bu qo'rqinchli narsa emas, lekin qo'rqinchli. Uje kech tushyapti. Kechqurunga qolib ketadigan bo'lsam, dabdala boru. Kechasi menimcha ular juda ham qo'rqinchli. Bu bundan-da qo'rqinchli bo'lib ketsa kerak. Men esa daraxtlarni olmasam bo'lmaydi, chunki telebashniya emas, kuzatuv bashniyasini qurishim kerak. Tak, yana bitta daraxt. Mana shuni olsam menimcha yetib qoladi. Tak, shuni olay hozir tezroq. Tezroq qochish kerak. Nechta bo'ldi? 25 ta. Tak, yetib qolsa kerak. Yetmasa ham endi nayloj. Yetishini kutib o'tirolmayman to'g'risi. Tak, qishloq shu tomonda, to'g'ri ketyapman. Tezroq surish kerak. Uji kech tushdi. Obbo! Yaramas, juda ham qo'rqitib yubordi, lekin muhim o'ldirdim. Endi bizga hech qanaqangi nima deydi? Hech qanaqangi ta'zir o'tkaza olmaydim, qo'rqita olmaydim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bashniyani menimcha o'zim uyimda oldiga qurganim yaxshi, chunki katta ehtimollar bilan bashniyaga faqat o'zim ishlayman, chunki mer aytdi-ku, tepadan chiqib kuzatasan deb. U kuzatasan degani sen ishlaysan degani. Tak, mana shu yerdan quraman. Bitta bu yerga qo'ysam, bitta bu yerga qo'ysam, bitta mana bu yerga va bitta mana bu yerga qo'yiladi. Menimcha juda ham chiroyli bo'ladi. Endi bittadan daraxt qo'yib chiqamiz tayanch qismiga. Shunda tushib ketish qiyin bo'ladi. Mana shunaqa qilib tepaga xullas ko'tarib ketaman. Tepaga baland qilib ko'tarib ketaman. Keyin juda ham zo'r bo'ladi menimcha. Xullas paka shunday tursin, men kirib uxlab olaman.